namoyish sifatida xalqlar o'rnini topganda nazmda ifoda shartlari hamda Hazrat Navoiyga maktub va Navoiy sahnada jonlansa qanday hodisa bo'lardi? Mana shular haqida bugungi ochiq darsimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ma'lumotlar zanjiri marhamat Ziyo jamoasidan boshlaymiz. Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda hozirgi Hirot shahrida tavallud topganlar. Otalari G'iyosiddin Muhammad Temuriylar saltanatida faoliyat yuritganlar, onalari esa Shayx Abu Said Chamning qizlari bo'lganlar. Ular yoshligidan Fariddin Attorning Mantiq Uttayr asarini sevib o'qiganlar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Barakalloh. Barakalloh. Keling Alisherbek, qani o'tiring. Otangiz salomatmi? Inshaalloh yuribdilar. She'r mashq qilib turibsizmi? Ha, bugun ham bir g'azal bitgan edim. Lozim topsalar o'qib berurman. Qani, eshitaylik. Orazin yopg'och ko'zimdan sochilur har lahza yosh. Bo'yla kim paydo bo'lur? Yulduz nihon bo'lg'ach quyosh. Hozir siz bilan birga Hamsa asari tarkibidagi Haritul Abror dostonining ichiga kiritilgan xotinliklar hamda darvish suhbat haqidagi sahna konshimda ko'rib olamizda. Keyin Hamsa asar qanday yaratilganligi haqida o'ylab chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz? Men xalqimni mehmon qildim. Hamma keldi, yedi, ichdi, lekin bir chonta ko'rmadim. Aytinglar, u qayerda? Ey saxovatli inson, men mehnat qilib yashayman. Yelkamdagi o'tin mening halol rizqimdir. Men minnat bilan berilgan ovqatdan ko'ra o'z mehnatim bilan topgan bir tanga nonni afzal bilaman. Lekin men senga yaxshilik qilmoqchi edim. Nega mehmon bo'lishni istamading? Yaxshilik juda ulug' ish, lekin inson o'z qadrini mehnatdan topishi kerak. Halol mehnat eng katta boylik. Men shu boylikni yo'qotishni xohlamagandim. Sen haq ekansan, juvon marjon. Sening hikmating mening saxovatimdan ham ulug'roqdir. Men bugun sendan katta saboq oldim. Hamsa asariga kiritilgan dostonlarning xatlari kiritilgan. Siz juda katta tezlikda 1 daqiqa vaqt davomida asarni dostonlarini ketma-ketlikda joylashtirish kerak. Ketma-ketlik birinchi o'rinda bo'ladi. Nalingni qilim nuqtasaro ey qaroko'z. Ishq ahli hayot g'ayro ey qaroko'z. Chekma yana surma kuz aro ey qaroko'z. El jonga qilma kuz qaro ey qaroko'z. Yorabki inoyatingni yor aylamanga, yo'qliqqa hidoyatingni bor aylamanga, har kahfi kifoyatingni dor aylamanga, har durri inoyatingni nisor aylamanga. G'amudar ila qon ayladi ishq, ko'z yilidan ulqon mehramon ayladi ishq, har qatrani bilmadim qayon ayladi ishq, bedil ekanim bo'yla ayon ayladi ishq. Turk nazmida chumen tortib alam, ayladim ul mamlakatni yak qalam. Men ikki daryo oralaridagi xalqimni yak qalam qildim. Tilimizni tahqir va haqorat botqog'idan she'riyat osmoniga ko'tardim. Yo'q, men adashibman. Pista po'chog'idan kema yasamoqchi bo'libman. Men yetolmagan orzularimga kelajak naslarim yetmog'i darkor. Shunda men o'z she'rlarim bilan labbay deb javob beraman.